Azizlar, bu uyimiz dogovornaya. Narxini aytsam, sirrazi ertaga ko'pchilik kelib olib talash bo'lib ketadi. Mashalloh degan uyimiz bugungi kunda sotuvda 12 sotik azizlar, qaranglar. Kirasizlar, sirrazi to'y qilib olasizlar bu yerda. Xohlasanglar, narigi boshidan uy yo'q tomonidan ham 4,5 sotigini sotoramiz deyapti azizlar. Pulini unaqa qimmat aytmayapti azizlar. Keliblar yashaysizlar, lokatsiya zo'r joyda. Fontanlarni qaranglar, juda ham bir dil katta, chiroyli qilib bitta kraskalab qo'yish kerak ekan. Atak ishlaydi deyapti akamiz. Uy bo'lsa shunaqa bo'ladi-da azizlar. Xo'p, sizlarni ko'p kutilmasdan adreslarni ayta olaymi? Qirg'iziston O'sh shahri azizlar 16ni konechnisi bor-ku, o'zimizni mana 40 net maktabga chiqib ketsa ham bo'ladi. Ashqabadskiy ko'chada azizlar. Agorodini kirib maza qilib olyapman. Gullarni qaranglar azizlar. Gullarga bir o'zingizlar e'tibor beringlar. Eng qizig'i gilos tub ko'proq ekan. Bu yerda hamma meva bor ekan. Yo'q, mevani o'zi yo'q. Har bir grantida bu xonadonimizda 6 ta granti bor ekan, qaranglar. Mana naporni qaranglar azizlar. Eng qizig'i mana qarang, hamma yo'q bir dekorativniyda, mana ustunlari, devorlari o'ziga bir yarashib turibdi-da. Bu uyimiz 12 sotik, yana qaytarib aytyapman, 12 sotigimizni 4,5 sotigini sotamiz azizlar. Mana shu eshigimizdan bo'lyapti. Mana shu yerda bu yog'i bo'lyapti azizlar. Aka, men aytaylik, mana shu men turganda bu yog'ini sotamiz azizlar. Bu tomonda uy yo'q emas, uy bor. Bir kichkina qiladigan ishlari bor, kosmetika ishlari azizlar. Prosta kelib yashaydigan uy ekan. Tandirlari bor bu tomonimizda. Bu yer tomonda ham hayvon boqsa bo'ladigan sharoitlari bor, qarang mana mashalloh. To'lka buni yashash kerak-da azizlar. Olib nari tomonni olaman desanglar, mashalloh bo'lib ketadi. Yo'q, mablag'imiz to'lka bu tomonga yetadi desanglar, bu tomon ham zo'r. Mana yerda qarang, tovuqlari bor. Kunda tuxum tug'adi. Mana shu tovuqlarni ham sizlarga bonus qilib beramiz azizlar. Pad biznes deb qo'yadimi? Bu yerga bir 70 ta, 80 ta hayvon kelib baylab o'rsanglar bo'laveradi ekan. Hayvon desa endi qo'y emas azizlar, buqa, mol, katta azizlar, yopiq, oxiri bor, ovqatlari bilan rostdan aytyapman, Shinavanda aka-ukalarimga bu uy yoqadi. Mana shu yerga bir hayvonlarni qilib qo'yamiz, har xil hid-qushlar nariyoqqa bormaydi. Sirazu to'ylar qilib borsa bo'laveradi. Lokatsiya zo'r azizlar, zudlik bilan sotilish kerak bo'lib qoldi. Mana qaranglar, bu 4,5 sotigimizni o'zini bir отдельный ravoti bor. Shunday mana shu yerga kelasizlar azizlar, chiroyli qurilishlar ko'rasizlar. Hozirgi kunda bu yerda 2 xona, 3 xonamiz bor. Ozgina aka berib qo'ying, remont talab ekan. Bu yerdan ham kelib bir kosmetika qilib turib, yashab turib, mana shu ro'pparaga chiroyli uy sog'orsanglar bo'ladi azizlar. Mana sanuzul, hammaga kerakli hojatxonalar ham sizlarga qoladigan bo'lyapti. Aka yaqindan bering. Mana tunukamizdan 2,5-3 metr yana bu yoqqa jiladi. Mana shu yerda chegaramiz bo'lyapti azizlar. Mana shu yerda to'g'ri borib bitta перегородка qilamiz, 4,5 sotigini отдельно sotamiz. Yo'q, polностью olaman desalar, mana mashalloh uyimiz. Raqamlarni yozinglar. 0552 bilan 82 02 20. Qaytaraman, 552 bilan 82 02 20. Adreslarimiz juda ham menga yoqqan lokatsiya Qirg'iziston O'sh shahri. Azizlar, O'sh shahri Ashqabadskiydan kelsanglar ham bo'ladi, Farhod Somonning oldidan kelsanglar ham bo'ladi, Navkatskiy pavilyon tomondan. Mana yerdan to'g'ri borsanglar, o'zimizni ona O'rus ko'rishdan O'rus kladbish tomonga chiqsak bo'ladi azizlar. Lokatsiya juda ham zo'r. Men turganda 10 tomonimda 16 ni konechnisi bor ekan azizlar. Yana keyin eng qiziq azizlar, bu yerda maktab bor, bog'cha bor, magazinlar bor, juda ham qulay. Hamma kommunikatsiya bor. Mahallalarimiz asfalt bo'lgan aka, berib qo'ying. Qarang, eng qizig'i suv, gaz, svetdan muammo yo'q ekan. Uyimizda kuni-tuni kuzatib turadigan kameralar bor, Wi-Fi'lar bor. Narxi kelishilgan holda dogovorni telefon qilinglar-da, zo'r narx qilib beradi egasi.